Xalqimizda ajoyib bir pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa birovga urasan degan naql bor. Assalomu alaykum hurmatli navoiyliklar. Men Yangi hayot qurilish kompaniyasining marketologi va bir vaqtning o'zida mijozi hisoblanaman. 2022-yilda Business City turar joy kompleksimizdan bir xonali 7-qavatda joylashgan 63 metr kvadrat maydonga ega bo'lgan uyni ipoteka krediti asosida xarid qilganman va hozirga qadar uyimda ijarachi istiqomat qilib keladi. Ijarachidan oladigan mablag'larim evaziga uyimning ipoteka kreditini to'liq qoplab kelyapman. Yangi hayot uylari ijara borasida nafaqat hamyurtlarimiz orasida, balki O'zbekistonda, to'g'rirog'i Navoiy shahrida faoliyat yuritadigan chet el fuqarolari orasida ham talabgir hisoblanadi. Qolaversa, siz uyni xarid qilganingizdan so'ng chet el fuqarolariga ham bemalol qimmatroq mablag'lar evaziga ijaraga berishingiz va undan daromad olishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, Yangi hayot uylari nafaqat hamyurtlarimizda, balki chet el fuqarolarining ham Yevropa standarti bo'lsin, jahon standarti bo'lsin, barchasiga to'laqonli javob bera oladi. Agar xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Yangi hayot uylariga albatta murojaat qiling. Yangi hayot uylari yashash emas, yashnash uchun yaratilgan.